Oilamizga ham vaqt ajratasizmi, adasi? Nima deganing? Ha shu oilamiz uchun yuguribman. Qo'limdan kelgancha. Qachon qarama vaqtingiz ko'chada o'tadi. Menga umuman e'tibor bermaysiz. Nima deyverasan o'zingga o'zing? Hozir farzandlarimiz kichkina, ozgina ko'tartirib olsak, hammasi joyiga tushib ketadi. Siz har safar shunaqa deb aldaysiz meni. Nimalar deyverasan? Shu oilamiz uchun yuribman-ku. Siz kimnidir topgansiz. Nimalar deyverasan? Meni sendan boshqa ko'z ochib ko'rganim yo'q. Hech qachon esingdan chiqarma, tushundingmi? Men bolalarimiz uchun, oilamiz uchun yuribman. Esingdan chiqarma. Yaxshi borib keling, adasi. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom, bolam, bormisan? Ha, borman, yuribman ona. Bola chaqang yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Bolam, ketganiga 3 oy bo'ldi. Yoshligingda bir daqiqa ham ko'ylagimni qo'yib bermasding. Esimda ona. Axir ko'z ochib ko'rgan onang menman-ku bolam. Xo'p, onajon, bugun kechqurun ujunda hammamiz birga oilaviy o'tirib ovqatlanamiz. Xo'p, onajon, boraman, xo'p. O'zi yemay yedirgan onam, yaxshisini ilingan onam, hayotining boridan kechib, bolam deya yashagan onam. Hamon bizni boladay ko'rib, ko'nglimizga qaraydi har dam. Kami ko'zlarimiz aritib, bolam deya yashagan onam. Mehridan xo'p olamiz huzur, keng bag'riga sig'adi olam. Dunyolarni bersak ham kam. Bolam deya yashagan onam.